Assalomu alaykum. Yo'nalishimiz Telegram botlar bo'lganligi uchun hozir bitta bot topganman. Mana shuni hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu bot orqali o'sha PUBG o'ynaydigan o'yinchilar bepul UC ishlab olishlari mumkin bo'ladi. Telegram kanalimga bu haqda havolasini va post joylaganman. Kommentariyada, opisaniyada havolani qoldiraman, o'tib kirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, shu havolani ustiga bosib kiramiz. Mana shu botga kiriladi. Boshlash tugmasi bosiladi. Bu yerdan o'zbek tilini tanlaysiz. Keyin mana shu menyudan xohlaganingizni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Mana vazifani ko'rsatish bo'lsa, keyin mana vazifalarni ochish turibdi mana. Shuni bosamiz yoki mana burchakdagi mana shu ko'k to'rtburchak narsani bosamiz. Kiramiz. Kirganimizdan so'ng bu yerga pochta manzil kirit deydi. Google akkauntingizni kiritishingiz kerak bo'ladi bu yerga. Keyin shu Gmailingizga kod boradi. Mana shu kodni kiritishingiz kerak bo'ladi. Shunaqa qilib botdan ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu Gmail nomini o'zgartirib ko'ramiz. Endi kodni kutamiz. Kodni kiritamiz. Mana o'yinga kirdi. Bu yerda PUBG Mobile o'ynasangiz shuni tanlaysiz yoki boshqa o'yin tanlasangiz shuni bosib. Xullas o'zingizga keraklisini tanlab olasiz. Asosiy o'yin sifatida kirgandan so'ng ana shu saytga o'xshagan joy chiqadi. Endi bu yerda mana bu yerdan qanday qilib bizga kerak bo'ladigan asosiy narsa mana bu. Coinlari bor. Mana shu coinlarni yig'ib, shularni UC ga almashtirishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun buni qanday ishlaymiz deganga, hop hozir bosh sahifada turibmiz. Mana bitta o'yinlar bo'limiga o'tamiz. O'tganimizda mana bu yerda har kuni bonus quti beradi. Shuni ochamiz. Bu yerda bizga o'sha 0.5 coin beradi. Mana shuni olib turishimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari mana bu yerda o'yinlar bor. Tanlab o'ynashingiz kerak. Mana bu hisobingizdan bitta coin uchun o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Bu o'yinda ko'pchilik bilsa kerak, tangani qaysi taraf tushishini tanlaymiz. Ishlatib ko'ramiz. Mana yutqazib qo'ydik. Endi yana bir marta o'ynab ko'ramiz. Xuddi shunaqa qilib o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bunda yutkazish oson, shuning uchun yiqqaningiz yaxshi. Yana bir yo'li bor. Ya'ni do'stlarni chaqirib, hozir hamma botlarda referal chaqirib daromad olish yoki yig'ish bor. Mana har bir do'stingiz uchun mana bu profil bo'limiga o'tasiz. Ko'rsatib o'tib ketay. Mana profil bo'limiga o'tganingizda do'stlaringizni taklif qiling degan joyi bor. Shuni ustiga bir marta bossangiz mana shu havola ochiladi. Bu yerda mana buni bosib havolani yuklab olasiz. Mana bu yerdagi ikkita to'rtburchakni bosib yoki havolani ulashni bosib do'stlaringizga tarqatasiz. Shunday qilib har bir do'stingiz uchun 5 tadan coin beriladi. Hop, endi buni qanday chiqarib olamiz? Chiqarib olsa bo'ladimi? Xo'sh, bu yerdan almashtirish bo'limiga o'tamiz. Mana bu yerda boshqa o'yinlar ham bor. Bizga PUBG Mobile kerak bo'lsa, PUBG Mobile tanlaymiz. Keyin mana bu yerda sotib olsangiz ham bo'ladi. UC sotib olib 60 UC'miz 12.914 so'm ekan. Botda o'zida. Mana narxlarni o'zingiz ko'rib turishingiz mumkin. Bular sotib olsangiz ham cashback sifatida mana 30 ta, 90 ta, 5 ta xullas mana shunday coinlar beradi. Bonusiga yana ortiqcha tashlab olishingiz mumkin bo'ladi. Endi biz coinlar almashtirishimiz uchun hozir meni hisobimda ko'rib turibsiz, yetarli emas. Buni ham isbotini albatta chiqaraman. Orblar soniga o'tamiz. Ya'ni mana bu bo'limga o'tib olamiz va bu yerda mana 60 UC'miz 85 ta o'sha orb, ya'ni coin va 325
500 semiz 380 ta coin. Ya'ni bu 5-darajada ochiladi deyapti. Siz almashtirsangiz mana bu yerda darajangiz bor. Mana shu daraja ko'tariladi mana. Siz botdan foydalanishingizga qarab, mana shu darajangiz ko'tarib boriladi. Mana shunday qilib 85 ta yig'ib ayirboshlash tugmasini bosasiz. Hozir meniki 85 ta emas. Keyin shu PUBG ga tashlasangiz, ID'ingizni kiritib tushirib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu sinalgan, tashlab bergan. Qo'rqmasdan kirib o'ynab, ishlasangiz bo'ladi. O'yinlarda bundan tashqari mana boshqa o'yinlar ham bor. Tanlab mana bu yerda mana spinda nima qilishingiz mumkin bo'ladi, aylantirishingiz. Yana bir coinlar ishlashning yo'llari bor. Buni ham hozir ko'rsatib o'taman, qaranglar. Mana bu asosiy sahifada mana ozgina pastroq tushirsanglar mana savollar bor mana. Mana shu viktorinalarga yoki mana shu nimani ulashib, vazifalarni bajarib coin ishlasangiz bo'ladi mana. G'oliblik raqsini bajarishni rejalashtiryapsizmi? Bu VSS skin aynan shunga yaratilgan. Nomini taxmin qilasizmi? Ya'ni mana shu suratdagi skinning nomi nima degan ma'noda aytilyapti. Hozir tikib qo'ygan coin tikkanimiz, o'yinimiz vaqt tugadi. Shuning uchun hozir chiqib qoldi spin. Hop, mana ko'rishingiz mumkin. Buni men bilmayman, lekin tanlab ko'ramiz birortasini. Xato ekan. Endi keyingisi. Bu dublg'alardan qaysi biri eng nodir? Mana to'g'ri topdik, bizga bitta nima qo'shildi mana coin. Keyin Discordni ulash deyapti. Ya'ni siz Discord akkaunt ochib buni ulashishingiz kerak. Avtorizatsiyadan o'tib bunga ham 3 ta urib beradi. Hop, keyin mana bitta sovrinli o'yinlar deganda mana kirganimizda tadbirga qo'shilishni bosamiz. Ya'ni bu yerda GIF konkurs o'tkaziladi. Bunga ham bosib qo'ysangiz yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu videomiz mana shundan iborat edi. Bemalol kelib ishlashingiz mumkin. Isbotlarni Telegram kanalimizda bor. Hamma botlardan pul chiqarganlarimiz, yulduz chiqarganlarimiz, buni ham tashlab qo'yamiz, xudo xohlasa. Kuzatishda davom eting. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.